sizga asbob yarashibdi judayam siz bor. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Maniki tormas, maniki dutor. Bu video hozir ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Hamma har xil gapirib chiqyapti, to'g'ri gapirishyapti, madaniyatga, mentalitetga to'g'ri kelmaydi deb to'g'ri aytishyapti. Lekin o'zi bu opani qaysi videolari mentalitetga to'g'ri keladi? Bu opa o'zi pastdan boshidan shunaqa videolar chiqarib keladi. Chiqargan videosi bittasi ham mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Bu ham undan oldingi chiqarganlarni ham. Qancha gapirganingiz bilan foydasi yo'q. Aytishadi-ku, bukrini yo'l to'g'rilaydi. Foydasi yo'q, bu baliq boshidan sasiydi. Shu kattalar, o'sha tepada turganlar, o'sha madaniyatga qaraydiganlar hammasi shunaqa madaniyatsiz, shuning uchun shunaqa saviyasiz, shu mentalitetga to'g'ri kelmaydigan narsalar bo'lyapti. Agar o'sha tepadagilarda madaniyat bo'lganda, bular shunaqa madaniyatsiz videolar qo'yib o'tirgan bo'lmas edi. Bu masjid tepadagilar, shu masjidlar, tildinaliklar, shu madaniyatdagilar, reperlarni olib chiqib oladi, ular muhokama qiladi, bu qo'shiqlar ham madaniyatga to'g'ri kelmaydi, bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi deb oddiy xalqdan chiqqan reperlarni ezib, ularni har xil muhokama qilishadi, lekin bunaqa shunaqa san'atkorlarni mana shunaqa madaniyatsiz, mentalitetga to'g'ri kelmaydigan qo'shiqlarga ko'z yumib, maza qilib tomosha qilib o'tirishadi. Hech foydasi yo'q ular gapirganda. Tepanki shu bugurini go'r to'g'rilaydi. O'sha baliq boshidan sasiydi. O'sha tepadagilarda madaniyat bo'lganda, mana shunaqa madaniyatsiz videolar chiqib o'tirmagan bular.